Bir savdogar bo'lgan uzoq yo'lga safarga chiqibdi va daraxt soyasida dam olib xurmoni yebdi va xurmo daragini irg'itibdi. Shunda birdan jin: "Men seni o'ldiraman", debdi jin. "Nega axir?" "Chunki sen hozirgina mening bolamni nobud qilding." Qutulib ketolmasligiga aqli yetgan savdogar uyidagilar bilan xayrlashib kelish uchun undan so'radi. Uyidagilar bilan vidolashib yana qaytdi. Jin bunga hayron bo'libdi, lekin baribir ham o'ldirish fikridan qaytmabdi. Shunda 3 ta chol o'tib qolibdi va ular bu voqeaga qiziqib undan savdogar bo'lgan voqeani aytib beribdi. Shunda chollarning birinchisi: "Men senga boshimdan o'tganlarni aytib beray. Bu yonimdagi it meni itim emas, aslida inson", deya hikoyasini boshladi. Bundan 20 yillar oldin mening sevimli ayolim bor edi. Uni ko'ngli toza emas, doim mendan qutulish yo'lida izlar ekan. U menga qarshi fitna qilishida qarshilik qilgan qo'limni it ko'rinishiga solibdi. Uyga qaytganimda esa xotinimning xiyonatkor ekanini va sevimli qulim itga aylanganini sezib qoldim. Xotinimni uyimdan haydab yubordim. Shundan buyon sevimli qulimni asl holiga qaytarishga harakat qilaman va bitta ayol borligini eshitdim. U itimni o'z holiga qaytara olar ekan. Biz hozir uni yoniga ketyapmiz. Jin hikoyani qiziqish bilan eshitib, bilmay qilingan xatoni kechirsa bo'ladi, debdi chol. Jin o'ylanib qolibdi. "Agar savdogarning gunohidan kechsang, men senga bir hikoya so'zlab beray", debdi ikkinchi chol. Hikoya shu yerga yetganda tong otibdi. Shahrizod hikoyaning davomini ertaga aytib berishini aytibdi. Sulton ham bunga rozi bo'libdi.